Assalamualaikum dostlar. Bugün bizde keyingi 4-cü sabağımız RBR zonalar deb aytiladi. Demek aldığınız sabaqlardagi video sabaqlarından praktikalarını o'zingiz ko'rib olgan bo'lsangiz, ketdik bizlerde 4-cü sabaq. Demek bizlerde aldığınız sabaqlarni o'tdingiz sizler, 5G zonalar, qarsilik, qo'llab-quvvatlash zonalarini o'tgan bo'lsangiz, bugungi sabağımız ham tipa sonday, ya'ni tasdiq alib o'zindek bo'ladi. Demek bizlerde RBR zonalar qanday bo'ladi? Misol uchun, o'suvchi trend bo'lsin, tushuvchi trend bo'lsin, bizlarga kerak bo'lgan narsa. Yani o'suvchi trend bo'lgan vaqtida bizlarda qanday edi? Shoslasham, keyingilar ham shoslasham, mustaqilda davom etib kerak. Bizlarda usunday o'suvchi harakat bo'lgan vaqtida shoslashamlarning arasida paydo bo'lgan bir g'ana ayriqcha sham, ya'ni o'rtaga tushib qolgan bir dana qizil sham, yamasa 2 dana bo'lishi mumkin. Usunday 2 dana bo'lsa da qizil shamni olishimiz kerak. Bu sizlar uchun RBR zona deb aytiladi. Demek bu zonaga bazar elbette tushib keladi. Demek bu zonani sizlar ne qilasiz? Shamni polniy qilib, zona qilib belgilab qo'yingiz kerak bo'ladi. Bu sizlarda tipa support, ya'ni qo'llab-quvvatlash zonasida xizmat etadi. O'sha yerga bazar yetib kelgan vaqtida bizlar o'sha yerdan tasdiq olgan holda savdoga kirishimiz shart. Demek qarang, zonangizga yetib keldi, bo'ldi, sразу buy degan narsa yo'q bizda. Zonangizga yetib kelgandan keyin borib, M1 time frame. Agar zonangizda M5 time frame'den topgan bo'lsangiz, onda zonaga yetib kelgandan keyin sizlar M1 time frame'den tasdiq topib, buy kirsangiz bo'ladi. Tasdiq topda aldığınız vaqtda aytdim qanday bo'layotgan. Demek bu buy uchun savdo sizlar usulimiz RBR zonasidan, ya'ni jasl shamlarning o'rtasida paydo bo'lgan bir dana qizil sham bo'ladi. O'sha qizil shamdan sizlar buy uchun setup izlaysiz ham buy savdo qilib ko'rishingiz mumkin. Demek bu buy uchun beri, endi sell uchun bir ko'rsataman. Buy uchun ketgan bo'lsa, sell uchun ko'rsataman. Sell uchun tipa sonday. Bizlarda trend qanday bo'lishi kerak? Tushuvchi, ya'ni passiv trend bo'lishi kerak. Bunda bizlarda endi qizil shamlar paydo bo'lgan bo'lsa, bizga o'rtada paydo bo'lgan bir dana jasl shamning o'zi yetadi meni. Bir dana jasl sham bo'ladigan bo'lsa, demek bizlarda keyingi trend albatta sellga qarab davom etishi mumkin. Qizil sham. Demek bizlar ne qilamiz? Tajang aytganimday, jasl shamni zona qilib belgilab qo'yishimiz shart. Zona qilib belgilab qo'ygan jasl shamimizga bazar aylanib kelgan vaqtida biz shu yerdan tasdiq olgan holda savdoga kiramiz. Qarang, o'sha harakat, ya'ni sellga tushish harakat paydo bo'lyapti. M5 time frame. M5 time frame bo'ladigan bo'lsa, zonangizga kirib kelgan vaqtida time frame'ni o'zgarting. Zonangizga tushib kelgan vaqtida time frame M1 time frame'ga basaysiz. Ham o'sha zonangizning ishine yetib kelgan vaqtida sizlar sellga setup izlab basaysiz. Ya'ni qanday bo'ladi? Bu yerga kelgan bazarda trend buy bo'lib kelimi, jasl shamlardan iborat bo'ladi. Demek o'sha yerga yetib kelgan vaqtida sizlarga bayog'i o'tgan tasdig'imni yodingizga tushiring. Oxirgi yetib kelgan jasl sham mana bo'ladigan bo'lsa, o'zining keyingi sham ochiladi ham o'zining oldingi jasl shamning usti betini olib, o'zi qizil sham bo'lib to'menda javuluini kuting. Demek bu sizlar uchun tasdiq. O'sha yerdan sell keyingi sham ochilgan vaqtida sell pozitsiyaga harakat etib ko'rsangiz bo'ladi. Tochka vxod o'sha yerda bo'ladigan bo'lsa, demek keyingi harakat sellga qarab ketuvi kerak. Ham take profit qanday bo'ladi deydigan bo'lsangiz, birinchi stop loss qarang. Kirdingiz, kirgandan keyin birinchi qo'yiladigan narsangiz albatta stop loss zonasi bo'ladi. Stop lossingiz shamning ushuna. M1 time frame'dagi qo'yilgan, ya'ni usti betini olib kelgan shamning ushuna stop loss qo'yiladi. Al take profit. O'sha ikkovining arasini o'lchagan holda RR 1 ga 1 qo'ysangiz ham, 1 ga 2 qo'ysangiz ham qalayingiz. Yana unday olmaydi deydigan bo'lsangiz, ne qilamiz? To'menda bizlarda minimum nuqtangiz bor. Al so minimum nuqtani bazar swift qilishni tushib kelgan vaqtida sizlarda o'sha yerda take profit zonangiz bo'ladi. Demek sizlarda take profit zonangiz kirgan yeringizdan to'mendagi birinchi minimum zona bo'ladi ekan. O'sha yerga kelgan uslasangiz bo'ladi. Bu take profit ham stop loss qo'yib ulgisi tipa bag'ana buy istagan vaqtingizdagiday bo'lib 1 ga 1 yurib beradi. O'sha tariqada savdo istasangiz bo'ladi. Endi shu juda qiyin emas. RBR zonasi sizlar uchun savdo istov imkonini beradigan zonalarning biri.